Xabar qilinishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Jiangsu o'lkasining Wuxi shahrida Eron tashqi ishlar ministri bilan ko'rishgan bo'lib, ikki davlat orasida o'tgan yili imzolangan 25 yillik strategiyalik hamkorlik kelishimi va Eron yadro suhbati qatorliq temalarni muzokara qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaning Eronga qaratgan ikki taraflik embargolarga qarshi turganligini bildirgan. Ukraina raqamlik o'zgartirish ministrligi barliq dalil isbotlarning Rossiyaning bu davlatga qaratilgan to'g'ri hujumining orqasida ekanligini ko'rsatib berganligini e'lon qildi. 1-oyning 14-kuni Ukraina tashqi ishlar ministrligi qatorliq bir qism ministrliklarning to'g'ri bekatlari hujumga uchragan edi. Texnika shirkati Microsoft bo'lsa, bu to'g'ri hujumiga munosabatlik bayonotida xakerlarning maqsadining to'lamga erishishda ko'rinsimi, ammo amaliyotda to'lam puli emasligini o'tirib qo'ydi. Şirket bu hücumlarning Ukrainaning xabarlashish aslahalarini palach olg'a tushirishni maqsad qilganligini bildirdi. Xabar qilinishicha, Amerika hukumati Sharqiy O'rta dengizda Isroiliya, Janubiy Sipros va Gretsiya tomonidan planlangan ismiy truba yo'lini turini qo'llashdan voz kechgan. Egillanishicha, Turkiya bu turga qarshi bo'lib, Tramp hukumatining to'liq qo'llashiga erishgan. Egillanishicha, Xitoy poytaxt Beyjingda kelar oy qishliq olimpik tanharkat musobaqasini o'tkazishga tayyorlik qilayotgan bir paytda omikron nusxasini elib yurgan yangi bir yuqumlanuvchi ko'rilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu virus 14 dekabr e'lingan bir o'rnakda bayqalgan bo'lib, yuqumlanish zanjiri intayin murakkab ekan. Serbiyalik tennis top mahiri Novak Djokovic Avstraliyaga kirish uchun zarur bo'lgan sog'lomlik sharoitini hozirlamaganlik uchun chegaradan qo'g'lab chiqarildi. Erlar dunyo rad tartibida birinchi o'rinda turadigan Djokovic Xitoy virusi vaksinasi urg'izgan yoki urg'izmaganligini oshkorlamagan bo'lib, musobaqa boshqarish organi davolash kechirim qilingan tanarkatchilarning Avstraliyaga kiralaydiganligini e'lon qilgandan keyin 5 yanvar Melbournega borgan. Lekin Avstraliya doiralari keyincha uning vizasini rad qilib, chegaradan qo'g'lab chiqarish qarori chiqargan. Qozog'iston Bosh taftish mahkamasi yil beshida boshlangan namoyishlarda 19 nafar bexatarlik xodimini o'z ichiga olgan 225 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Bosh taftish mahkamasi hayotidan ayrilganlarning ba'zilarining qurolliq shaykining a'zolari ekanligini o'tirib qo'ydi. Qozog'istonda yiqilg'u bahosining o'sishi sababli 1-oyning 5ida boshlangan namoyish hukumatga qarshi isyonga aylanib qonliq bostirilgan edi. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda Shimoliy qutb nurlari deb ataladigan tabiiy hodisa yuz berdi. Yeshil nurlar cheksiz bo'shliqda larzaga keldi. Shimoliy qutb nurlari yer sharining magnit maydonining quyoshdan zaratlangan zarrachalar bilan o'zaro ta'sir qilishi natijasida paydo bo'ladi. Shimoliy qutb nurlari bu qatam Shvetsiyada osmonni yeshil rangga burkidi.